Jonim, maza qilib o'tirdik-a. Ha, maza qildik. Endi diskotekaga boramiz. Mashinang kalti qani mashina? Voy jonim, men perigon chaqirib qo'ydim. Voy o'zim aqlligim ketdi. Mashinalarga perigonlar chaqirib, hayda diskotekaga ukam. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Boja. Nima? Boja deysizmi? Bojalarni Achchiq hayot qo'shig'ini qo'ying deyapman. Eshitib ketamiz-da. Agar xohlasangiz tanimadingmi? Bojalarni tanimadingmi? Qo'yib beraman. Tanidim. Ichkarida qovun yeb suv ichmadingizmi? Yo'q, nima unaqa deyapsiz? Endi o'shandan keyin bo'ladigan ishni qilibsiz-da, perigon chaqirib. Men sizni o'ylab chaqirdim. Gayusha va sachi. Ey, Gayusha, pravalarni rishon qilib, shtrafnoy plashatga tiqib yubormaydimi? Ya aka, shtrafnoyga kirmaysiz, lekin boshqa joyga tikka kirib ketasiz. Ketdingmi? Ketdik. Bugun banket bormidi, singlim? Yo'q, bugun meni tug'ilgan kunim. Ayiqcham menga Maldivga bilet olib berdilar. Ertaga biz Maldivga uchib ketamiz. Menimcha ayiqchangiz aeroportga ham chiqa olmasalar kerak. Voy, nima unaqa deyapsiz? Endi mashinaga zo'rg'a chiqdilar-yu. Ichganimi gapiryapti? Shopir aka. Ha? O'zi Mon bilan yerga qaratadi deganiga bugun ishondim. Voy, hech qachon yuzingiz yerga qaramasin jonim. Endi ayiqchangiz bor-ku, osmonga ham cheriz yer qaraylar. Mana perigonchi bolaga bizni hayotimizni saqlab qolyapti-yu. $500 berib olmayman, ha? Yo, holat 5 million aka. Unda hammasi peshanada. Ha, ko'ndiraymi? Hayronman. Onasi yaxshimisiz? Ishtamisiz? Ha, ishtaman. Ko'rsatdingmi kim olib ketayotganimni? Kim ekan? Ko'ndim. Bo'pti. Tirikchilik yaxshi bo'lyapti, keyinroq gaplashamiz. O'zi jonim, bugun ichib katta xato qildim. Men bu ichib qo'yishingizni qancha kutdim-u. Sizning xatoyingiz meni yutug'im bo'lib chiqqanini qarang. Singlim, Ho, ayiqchangiz uylanganmi-la? hayotlari o'xshamagan. Ayiqchangiz ham o'zi rosa palakat odam ekanlar deb bugun ham o'xshamayapti, qarang. Ana keldik. Voy, bizni qayerga olib keldingiz? Ajalistonga? Pokistonga deysizmi? Ajalistonga. Nafasim ham siqilib ketyapti. Voy, kuyov. Assalomu alaykum, yaxshimisiz onam? Charchamayapsizmi? Tinchlikmi? Yo'q, kuyovingiz sizni ko'raman deb rosa iltimos qiluvdilar, o'shanga oldingizga olib keldim o'zlari. Qani? Ana mashinada o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Yo'q. Oy. Kambek mana shunaqa bo'ladi.